Kelin mana bunday bo'lishi kerak, qoidasi mana bunday bo'lishi kerak, kelinda uni spo bo'lishi kerak, ham ko'p kulmaslik kerak, jim o'tirish kerak, bu bo'lishi kerak, u keraklar, bular hammasi stereotip. Bu hammasi ko'nikmalar va mana shu ko'nikmalarni miyamizga solamizda kelin bo'lib boramiz. Nima bo'ladi bilasizmi? Oxir-oqibat shunchaki portlaydi. Va mana shu portlaganda ham bilasizmi, shunaqa bang'illab portlaydiki, siz baribir bir kunmas bir kun mana shu suniylikdan charchaysiz. Hayotidan noligan, bechora, hamma aybdor. Men o'zi bilasizmi, xuvnoq qiz edim. To'ygacha men juda ham zo'r edim. Men mana shu yerga turmushga chiqib, mana shu insonga turmushga chiqib, shu oilaga kelin bo'lib, men umuman o'zgardim. Bular meni sindirishi deydi. Yo'q. Sizni hech kim hech qachon sindirmaydi agar siz o'zingiz bunga qo'yib bermasangiz degim keladi shunaqa qizlarga. Va aytaman ham doim, hozir ham aytayapman, agar o'zingiz qo'yib bermasangiz, o'zingizdan rol yasamasangiz, hech narsa bo'lmaydi. Maskasiz borib o'zingizcha bo'ling, sizni ana shu holatingizni, samimiyligingiz bilan yaxshi ko'rishsin.